Mana xalqqa o'ylaymiz, to'ylar muborak bo'lsin. Reng romal başında, gencimlere karşında. Reng romal başında, gencimlere karşında. Özünün yaşında, şükizin yaşında. Kaybuklar başında, kaybuklar başında. Ah be! Ah, dolan bırak olsun o zaman. Ah, ah, yes! Raşından, değirmanlı başından, su geledi raşından, değirmanlı başından. Ağlar eylasın, ağlar eylasın. Gözlerin yaşından, gözlerin yaşından. Ala yüz boy boy, kara yüz boy boy, ala yüz gel var, kara yüz gel var. Hiç tarzım bildi, seni izle yürürme. Ve alman bir düşman mı, ısındı mı verme. Ala yüz boy boy boy, kara yüz boy boy, ala yüz gel var, kara yüz gel var. Ben kemanım konuşma. Ala yüz boy boy, kara yüz boy boy. Sürmeyin havaları var hava. Anik anik anik. Ah 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 hey.
Abi qarsak bo'lsin chiroylisanda. Bugun taganimizni yana katta to'y, yana katta shodiyona. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ko'ngillarimizni yaqin qarindoshlarimiz, inotdoshlarimiz, aka uka, opa singillarimiz bugun to'ylarda. Görüşlerimizin o'zimizdan bag'ayatda xursandmiz. Chunki So'lim Go'sha, Tagan qishlog'i, Tagan mahallesindagi eng bir fidoi insonlar oilasida katta to'yda hammamiz ham birga mehmondamiz azizlarim. Ya'ni bugun navbatdagi oxtir to'ylarimizni kengindan boshlab o'tirgan umr yillari ko'p bo'lsin. Baxtimizda o'zlari hamisha omon bo'lsinlarki, mana Bekajon onajonlarimizga bugungi, Quronboy otamizga bugungi, Sanamjon onajonlarimizga bugungi Oxtiq gelinni xizmatlari buyursin. Yoshlar baxtli bo'lsinlar. 2 yoshli baxtini Allohda o'zi bersin. Qolaversa bugun Yodgorbekni uylantiraman deb niyat qilib, murodina yetib, bugun to'yimizni kengindan boshlab o'tirgan hurmat qilamiz. Martaba hollarda o'zlariga bugungi farzand to'ylari ham azizlarim muborak bo'lsin. Bugun Bahram Ulla otasi Kirovdan kelib to'yda xizmatda. Biz uchun ham qadrli Bahram og'amni, Gulsarajon gelin biylarga, Islom boy og'amizga, Nasiba gelin biylarga, Ilhom og'am, Mutabarxon biylarimizga bugungi eng bir baxtli ukalarni, ya'ni avlodinda o'tib ketganlardan biri meros, yodgorlik bo'lib qolgan ukalarda bugungi katta bir to'ylari ham azizlarim muborak bo'lsin. Tabrik qilin. Tabrik qilin aziz do'stlar, bugun to'yxonaga singlim, mana Xonqa elidan gelin bo'lib kirib kelayotir. Quronboy otamizni bog'ina bugun yangini hol ko'chib kelayotir. Tarqatib har yana muattari, bog'lar aro xushbo'ylarni, yuzlari gulgul charog'on, shoduxandon to'y bugun. Qarindoshlar qutlam to'yni, orzu armon to'y bugun. Kelin kuyovlar gulshani ichra hamdon to'y bugun. Ha, botoyata. Bugun egamoblarning hammalarida to'ylarim muborak bo'lsin. Hammaga yetdimi botoyata? Nasibasiz bizlar ham pensiya yashanishga yeb o'tirmoqlar hayotda. Bugun Havojon amma bor, Sunajon ammajonlari, Sayyara ammaya, Salima ammajonlari, bugungi to'y tandir Ravshanbek og'amiz doyi bo'lib, Nazokatxon apkamizmi? Ham amma, ham gelin biyi, ham to'y boshi bo'la. Ularga ham eng bir baxtli jiyanlarni katta to'ylari va Qodir bergan og'alarimizga ham bugungi to'y tantana azizlari qutlug' bo'lsin. Gelin geldi, har to'ylarimizni o'dimi, yangabimizdan to'yda bugun, gelin poshsha ukamizdan to'ylarında bugun, gelinlik ta'zimlarni birgalikda ko'rib, tinglab, tomosha qilib, xudo xolosa kuni bo'yina 2 yoshli nikoh to'ylarini hammamizdan bir a'lo kayfiyatda nishonlaymiz degan umiddamiz. Eng birinchi hurmat aylab turib, yanga gelin poshsha ukam, siz bugun katta bir to'ylaringizda Qodir Xudo yo'llarida birin juptan farzandlik to'yni salomlarda. Ha, endi Shobram yotamiz degan qo'shiq, gelinni apgan Shoburni uyindan hamma to'ylar ko'p bo'lsin. Ajoyib, mashallah. Shoburni haqqi berildimi botoyata? Qarzoq qolmoq lekin. To'yxona bo'libdi bugun odamga. To'yxona bo'libdi bugun odamga, odamlar tilagi bilan sig'mas olamga. Kelin qarshingizda bugun keldi salomga. Davramizdagi barcha mehmonjonlarga ta'zim jupdan, ta'zimlar ko'pdan bo'lsin. Qutlug' qadam bilan gelin kelibdi. Mehmon emas, mezboni gelin kelibdi. Elimizni bugun hurmatini tabarruk deb bilibdilar. Yangi avlod uchun, yangi mahalla uchun singlim. Bugun Tagan mahallasindagi eng katta avlod va bugun jannat makon to'y joylarida ham ekan. Siz hurmat aylab turibam. Mening jupdan gelinlik to'yni salomlardan yig'lab chimildiqqa kirsa gelin, yolg'on yig'lab chun quvonib tursa gelin. Qanday baxt u, salom berib yursa gelin. Avloddagi og'a ini amaki, qarindosh qadrdonlari, elotdagi barcha qo'ng'ishovalarimiz, yahira gelinlari.
gelin poshsha ukamiz ham bugun to'ylarında hammaga ta'zim qilish niyatida bo'ladi. Hammamiz ham odam ota farzandi. Qavmi qarindosh, mama havo dilbandi. Oila muqaddasdir, nikoh payvandi. Bugungi katta to'y tantanada o'tganlarda o'zlarimiz ham eslamasdan o'tmaymiz. Odam otamiz o'tgan, hayotda hammani ko'paytirib, Havojon momamiz o'tib ketganlar singlim, Oshiq Oydin pirimiz o'tganlari, Polvon pirimiz ham o'tib ketganlari, Xorazm tuprog'imdan qo'nim topgan. Bu oilada, bu avlodlaringizda sizlardan, bizlardan umidvor bo'lib yashab o'tib ketgan barcha ota buvolaringizda, ana momolarda, elimizda yashab o'tib ketgan barcha avliyolarda, anbiyolarda, pir ustozlarimizni ham katta to'y davrimizda eslab turib ta'zimlar qilinglar singlim. O'ynan guling, nomardani modaylab, bugun to'yda salom olamiz o'tganlarni yod eylab. Shuning uchun ham gelin poshsha ukam, o'zingiz ham katta to'ylaringizda baring, ruhini shod eylab. Hurmatli marhum, joylari jannatdan bo'lsin. Hayotligida shu bugungi din oqtiq farzandlarni, o'zini farzandlarini baxtini istab, xalq ichida xizmat qilib, elda aziz bo'lib yashab o'tib ketgan marhum Rajabboy qayinbuvangizni bugungi katta to'y davrimizda eslab turib, Jumanazari otalarimizda, Yaqitjon onajonlarda, Jumaniyaz otani, Rahimajon onajonlarda ham eslab turib, o'zingiz ham ta'zimlar qilinglar. Salom singlim, gelin salom. Endi gelin poshsha uka, siz bugun Alloh rahmatini olgan bo'lsin. Aramızdan erta o'tib ketgan marhum qayn otangizni eslab turib ta'zimlar qilinglar. Bilamiz, bu günlarda ko'plar armon etganlari, baxti bor insonlar bugun katta to'ylari yetganlari, ular ham shu bugungi o'z bag'rinda kamoli yetgan farzand to'ylarini ko'ra olmin, yashab o'tib ketgan qisqa umri, lekin mazmunli hayot kechirib, o'zidan faqat yaxshi nom qoldirib tashlab ketgan Arslonboy qaynotangizni bugun yodlab turib singlim. Ruhini shod qilib, siz benim cüpten farzandlik to'y salonlarda qolaversa qisqa umri, lekin mazmunli hayot kechirgan, oramizdan o'tgani bilan tanamizda issi bir jonlari ham qolib ketgan Ruslan kichchatangizni ham shu bugungi avloddagi katta to'ylarimizni eslab singlim, o'zingiz ham ta'zimlari qilinglar. Guli edi gülgün zamanını görmen gittiler. Ular bugün gidin davronlarda. Bugün to'ylarda o'zlarimiz ham yig'lab yozdik. Ko'ngillardagi armonlarda Allah rahmatini olgan bo'lsin. Arslonboy otangizni bugun eslaymiz. Ruslan kichcha otangizni bugun to'ylarda eslaymiz. Jumovoy otalarda, Baxmalgul onajonlarda, Sadulla otamiz o'tganlari, Shahistaxon onajonlarda, Abdullah ota, anajonlarimizni, Sherifa xolani, O'g'iljon xolamiz o'tganlari, Safurajon xolani, Anajon xola, Juma Sulton xolajonlarimizni ham shu bugungi katta to'y davrimizda yodlab turib ta'zimlar qilinglar. Bugun azizlari shu yillarda yursa bo'lmasmidi? Göz aydınlar aytsa yarashmasmidi? Hamma qatorida bugun to'ylarimizga kelib, ular ham xizmatini qilganlarida qarangki, sizlara bizlara kerakmasmidi? Allah rahmatini olgan bo'lsin. Mazmunli hayot kechirib, o'zidan faqat yaxshi nom qoldirib yashab o'tib ketgan egamotlar avlodini eng darg'asi, eng hurmat qozonganlardan birisidilar ustozimiz. Shu Otabek otalaringizni bugungi katta to'y davrimizni eslab turib ta'zimlar qilinglar. Rahman bergan doyi o'tib ketganlari, Hurmatbek doyini bugun to'ylarimizda yodlaymiz. Ya qarindoshlardan marhum Nuraddin doyingiz, Jahongir doyi o'tganlari, Zuhrajon ammajonlarda, Sarajon ammani, Darmonjon ammajonlarimizni ham yodlab turib ta'zimlar qilinglar. Dunyodan o'tadi. Yoshmu qarri. Biling bandani iloji yo'q azizlar, bu Allohning amri. Aramızdan o'tgan Sholmonjon ammamizni bugun to'yda yodlaymiz. Chamangul ammajonlar o'tib ketganlari, Tozagul amma o'tdilar. Yaxshi nomni qoldirib ketdilar o'zlaridan. Salayjon doylaringiz o'tib ketganlari. Mana Bikajon xolajonlarimizni, Ahmadjon doyini, Yaxshimurod doylarimizni, Otanazlar doyi o'tdilar. Tohirjon doyingizni ham shu bugungi katta to'y davrimizda eslab turib ta'zimlar qilinglar. Endi azizlar, bugun biz oiladan, avloddan, hayotdan umidvor bo'lib
yaşab o'tib ketganlarni eslab o'tdik. Endi bizni bir yan tomonida coşkunlukni yo'qotmasdan bugün to'y davrimizda mana endi hamma mehmon bo'lib o'tiribdilar. E'lotimizda o'dimimlarimiz dim chiroyli. Sarfalaringiz kelaversa Xudo xolasa Qur'on bayatamdan Sanamjon anam Bikejon anajonlarimizdan bugungi aqtiq to'ylarini deyarli hammaga rahmat degan so'zlarimizni gelma-gel aytib turamiz. O'g'illari bor, qizlari bor, aqlli boshli. Aqtiq o'g'il qizlari kalomi qoshli. O'zlari hayotda biling, tabarruk bir yoshi bo'lib, to'ylarimizni kengindan boshlab o'tiribdilar. Piru badavlat, muhtarama, umr kunlari ko'p bo'lsin. Shu Bikejon qayin momongizga ta'zim ko'proqdan bo'lsin. Anamlara. Va Qur'onboy qayin buvangiz to'y boshini damillam gapirlar. Sanamjon onajonlarimiz bugungi aqtiq to'ylarida ta'zim ko'proq bo'laversin. Kaçtı dümdüz babamın. Qur'onboyda uzoqdan so'ng tursin. Tabrikimiz Yodgorbekdan, Geyan gelin Poshshadan o'zingiz halobiyim bilan cho'liq so'yib o'tirmaqam. Vaqti bir geyanda nasib bo'lsin deb o'zimiz ham to'yda bugun tilaklarni bisyor qilib bildirib o'tamiz. Bir tomoni Bag'atdan mehmonlarimiz bor. Ilhom akam boshchiligidagi aka-ukalarga doilarimiz ham Kirovdan kelib o'tiribdilar. Bahrom og'amni, Nodirjon Xudo buvomiz ham bor bugun to'yda. Xizmatlari hammaga buyursin. Ega muola bugun to'yda xizmat qilaylar. O'tkirbeja Bahrom og'ama, Islombek og'a, Ilhom og'a, barchangizga ham bugungi avloddagi to'ylar ham muborak bo'laversin. Tabriklaymiz. Endi o'g'limizni uylantiramiz deb seplar yangnab. Alloh damonlar ustoz ilot to'ylari, Ro'zoyga ilotkom buvalarimiz, bu doijonlarimiz, qarindosh do'g'onlarda hammalarda bugun davramizda mehmon bo'lib o'tib qo'ng'ishovalarimiz ham bor. Yo'ldosh doy keling. Timur, Elbek, Elyar, ustozlarimiz, izdoshlari, baxtimizda hamisha salomat bo'linglar. To'ylarimiz ham ko'p bo'laversin, apkiyin sarfolaringiz ko'proq bo'lib qaysin. Yana mehmon bor Durjon apa, during, sho'ponlar ham menda xizmatda bugun yaxshi niyatda aytiblar. Rahmet. Sağ olunlar. Yani farzand to'yi quvvat bo'lsin jonina. To'yi boshlabdi, xabar barabar konina. Yodgorbek ukam, gelin Poshsha singlimdan ham Allohning bergan kunlarida erke aqtiq ko'rib, yetsin murodina deymiz o. Bugun to'ylarimizni boshi bo'lib o'tirgan. Mana martabaxon qayningiz eng bir baxtli o'g'il to'ylarida ukam ta'zimlarim jubdan, ta'zimlar ko'pdan bo'lsin. Chunki farzand to'y qilaman deb xonqa tomonlari dasturxon ko'tarib, qudajonlar tomon gitgan. Bilamiz bu günlarda arziqib kutgan günlarida bugun sog' salomat yetib, quvonishib o'tirgan martaba qayningizni bugungi eng bir baxtli o'g'il to'ylarida va bir qadr bergan otalaringizni ham bugungi katta to'y davrimizga hurmat aylab turib ta'zimlar qilinglar. Cho'kshak keling shunda. Sindirin niyatda hammaga yetsin. Hurmat qilgan doim o'g'il qizlari, ochiq chehra, tabassumdandir yuzlari, gul poyandoz bosqani har bir izlari. Bugun to'y davrimizda Bahramboy ulla otangiz to'y boshi bo'la. Chunki ukamni uylantiraman deb xizmatda bo'la. Bahramboy otangiz uchun Gulsarajon gelin binlarga, Islombek otangizga, Nasiba gelin binlarga, Ilhomboy otalaringizga, Mo'tabarxon gelin biylarimizni ham shu bugungi avloddagi katta to'y davrimizga o'zingiz ham hurmat aylab turib ta'zimlar qilaveringlar. Bugungi to'y davrimizda endi ammajonlarimiz bor. Aytganlarki, amma kelin joya dedi, to'ya hamma keladi dedilar. Hadi men durasın. Bikejon momom keldimi? Bikejon momom. Sanamjon momom kelsinlar. Ava. Havojon ammam kelsin, navbat endi yetib keldi bulara. Havojon ammajonlarga, Masunajon ammajonimiz, Davronbek doyimiz ham bor. Sayyara ammajonlari, Jamshidbek og'alarimiz, Salimaxon ammamiz, Temurbek og'alarimiz ham shu bugungi katta to'y davrimizga o'zingiz ham siylab turib ta'zimni qilsangiz ham albatta bugun maqsadga muvofiq bo'ladi. Va bugun to'y davrimizda singlim bilamiz. Gelin Poshsha ukamni gulib tursin. Osmonindagi quyoshi oyi, choynaginda dolib tursin. 95 dan choyi. Kiyov turib ukamizda bor, avlodingizda. Kerakli doilarimiz ham bor. Bayturdi doim uchun. Baltavoy ekanmi? Hali darvozalarni keng ochib, hammaga qarab turib havas qilib, gelin Poshsha ukamni ustuna ko'proq pul sochib, size bugun mehr ila quchoqlarni ochib, bugun to'yda xizmatdagi shu Baltavoy ota doilaringizga,
Zülfiyaxon gelin biyinlere bugungi katta to'y davramizda va bugun davramizda endi Aymanjon xalamizam bor. Egam ova keling axir. Qadam hammadan burun borsiz. Haqqingiz bor. Yana siz Şirnapkam ya görüp kaldım 200 bir xo'roz aldınız aslında hammadan burun gelip. Adam gerçekten eldinde koyup, hazır gapni chinoy yoyib, her to'yda salom aytgan vaqtimizda bir ro'mol bayrab, bir xo'roz so'yib, xizmatda bo'lanmi? Aymanjon xalajonlaringiz, inobat gelin biyimiz sevikli farzandlari bor. Chunki bular hammasi bir-biridan kerakli qadrdonlarimiz. Bugun to'y davra xizmatlarimizni qilib turibdilar. Bordi keldi mustahkam bo'laversin. Ergashvoy og'am bor. Shirinjon afkamiz bugun to'yda mana xizmatda o'g'li Eldarbek ukalarimizga ham ta'zim ko'pdan bo'lsin. Bekjonboy doilarimizga, Dildaraxon gelin biylarga, Sherali doilaringizga, Dilfuzaxon gelin biylarimizga bugungi katta to'y davramizga va kommunadan kelib o'tirgan bedam men Nuriddin og'am bor. Farzandlarim Asqarbek, Usmonjon og'alaringizga ham to'yda bugun jupdan bo'lsin va Kirovdan keyin Fahriddin og'alaringizga, Nargizaxon xalajonlari ham to'yda bugun ta'zimni qilasizlar. Biza bilan har to'ylarda ko'rishish vaqtlarida hurmat bilan ko'rishib, bugungi katta to'y davramizga kelib, mana hamisha qarashib turibdilar. Ravshanboy doyingiz, Nazakat ammangizmi? Salom-sal ko'proq bo'lsin bulara. Nazakat amma Yodgorbekning yoshligini tarbiya qilib, poqib, shohlabga rahmat sarpolar uchun. Chunki qo'ng'ishi bo'lgandan keyin beda o'zimiz maktabimizda o'qigan akalarimiz ham davramizda hammasi mehmon bo'lib o'tiribdilar. Nazakat ammiga salom-sal ko'proq bo'lsin, o'zi kelinchali. Kelib bitdimi hali? Chunki daryoning suvida chayqalar gama. Singlim ammajoningiz bugun so'yda. Sizdan salomingizdan qilibdi. Ta'madimiz Nazakat akama, ham kelin biyi bu, ham amma va Ravshanbek doyingizga salom ko'proq bo'laversin. Elmurodbek og'alaringizga, Shamangul kelin biyimiz ham bor. Ruslan Bahromovich sahiba Sajidaxon gelinlarga debdilar. Mana farzandlari Rajabboy bova, otis ukangizga, men Mustafa jiyanlaringizga ham bugungi katta to'y davramizda ta'zim jupdan bo'lsin. Juratbek og'angizga, Saidaxon gelinlarga va bugun Laylaxon apkingiz ham bor. Kiroblilar Jo'rabek og'angiz hamma vaqt bilan xalq xizmatida bo'ladi. Izzatbek og'angizga, Muniraxon gelinlarga, Jasurbek og'angizga, Rayhon gelin biyimizga ham to'yda bugun ukam o'zingiz ham ta'zimlarni qilaveringlar. Shu uylara ukam bo'ling baxtli malika. Sizda bor jajji chiroyli uka. Shu kundan boshlab bo'ldi o'zingizga kerakli qayinbikalar bo'lar. Marjonaxon, Shodiyaxon qayinbikalarga salom addilni bo'lsin bularga. Bavodiyning bozorindagi biznesmenlar ham bor bugun to'y davramiz yana. Zulfiya gelin biyi geling, qo'ng'ishlar. Va bugun davramiz endi aytganga uzoqdagi qarindosh gelinchali yaqin qo'ng'ishdan bor foyda deydilar. Rahatjon opamlar, qo'ng'ishavolar. Zulfiya opam gelin biyim bugun to'y davramizda xizmatda kelganlar. Siz yaqinlarimizga ham bugungi elotdagi katta to'ylar azizlarim muborak bo'laversin. Bugun to'y davramizda Marjonaxonni, Shodiyaxonni aytdim. Yaqutjon, Mahliya, Maftuna, Madina, Muxlisa, Aynura, Gulsevar, Solihaxon, Chinoraxonlari. Chunki aytganlarim hammasi Bekajon momomni avlodidagi aqtiq farzand cho'g'liqlar ekan bular. Xolasangiz ukam keling gullagan bog'a. Bog'dan turib qarang eng baland dog'a. Kelin poshsha ukamizda bor. Bugundan boshlab kerakli qarindosh qaynog'alarimiz ham bor. Singlim, bugun to'y davramiz endi hali biz o'tganlarning izdoshlari deymiz. Chunki bulan to'yda mana hammasi xizmatimizda shay turibdilar. Asadbek, Mehrbek, G'iyosbeklarga, İlyasbek, qaynog'alaringizga Azizbek, Xolmurod, Baxtbek, Bekmurod, Islombek, Hamrobek, Mirzohid, Salohiddin qaynog'alaringizga katta to'y davrimizda xizmatlari yaqin, bir-biridan choqqan Ortiqboy og'angizga, Shalmonjon akam, Baxtiyor og'am, Adolatxon akalarimizga, G'ulomboy og'am bor, Zamir akam, Shohruxbek og'am, Bikajon oybikalarimizga, Bobomurod og'angiz bor, Gulruh oybikalarga, Sardorbek og'ayim, Gulzadaxon akamizga bugungi katta to'y davramizda va Sarvarbek og'angiz ham bor, Irodaxon gelin biyimizga to'yda bugun ta'zimlar qilinglar. Bu uylara Quronboy akamning shu aqtiq to'ylari boshlangandan buyana kelsa gitsa yarashgan to'ylarimizni ko'p ishga qarashgan. Bular ham egamullar avlodini davomchilari bo'lgan. Temurbek qaynog'alaringizga hurmat qilamiz. Va Gulasalxon gelin biyim xizmatdalar. Elyor qaynog'alaringizga,
Kümüşay gelinlerge, hürmetleri baland biz için hem Elbek kaynağalarınıza hem Munajatxon gelin beylerimize hem şu bugünkü evlattaki katta toy davremizde gelin paşçıga o'zingiz ham hurmat aylab turib berin jupimdan gelin salomlarda ve Eldar ağanız ham bor. Ukam Eldar, Maftunaxon gelinlarga, Asadbekum, Madina xonlarga, Gulyaraxon, Nilufarxon, Behruzbek, Ruxsatbek, Xursandbek o'g'li kichik qaynog'alaringizga va bugun hali biz azizlarim Zo'rajon ammamizni eslab o'tdik. Alloh rahmatini olgan bo'lsin. Mana farzandlari beda qadrdon ukamiz bor Bekzodbek og'amizga. Asana bilib kengiz uchun ham Zubaydaxon ammaga, Dilnavozxon amma jonlari bugungi avloddagi katta to'y davramizda siylab turib ta'zimlar qilinglari. Yaxshilarga yaxshi gapni aytgan. Bugun to'yda mana hamma tilak bildirib o'tirgan. Shuhratjon doyi bor, Gulbahor gelin bima, Matiyahjon doyi, Nigara gelin bimba, Hakimboy doyingizga, Sharafat gelin binlarga, Mansurdek doyi shohlabganlarga, Oybek og'a bilan Zinatjon Oybekalarga, Yodgorbek og'angiz uchun, Ozodaxon Oybekalarga, Farruxbek og'a bor, Laylabkengiz bor, Dastonbek og'a